Birinchi manzil tushuntiraman deb, bir xona 35500. Egasining nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Manzil keladigan bo'lsa, Sobir akaning mostdan tushib keverishda Shayx hazratlarining nomlariga qurilgan masjid. Narx-navosini aytadigan bo'lsa, tak $35,500 bo'lyapti. Egasi bilan bemalol gaplashasizlar. Kvadrat metri 9,900,000 dan bo'lyapti. O'tgan safar qo'yganimizda xuddi shunaqa kvadratni tak 10,500,000 dan qo'yildi. Hozir zarur bo'lganligiga yana ham ozgina tushirdilar, uyni ko'ramiz. Xo'p, chiqib olgan bo'lsa, okelib o'tmani bu koridorimizni. Yo'li katta ekan, kiraverishda chap qo'lda tak sanuzel bo'lyapti. Xonalar bo'lingan, перегородка qilingan, pishug'ishdan bo'lingan ekan daji. O'tgan safar ham aytdim, ko'pchilik Novostroylar peni bo'lib yoki gips kardon qilib tashyapti. Bu yerda mana bitta xonamiz, yotoqxona. Tak, va bu yerimiz mana kuxnyani ko'rishimiz mumkin. 43 kvadrat metr ekan. Kvadrat katta ekan, yaxshi ekan kvadrat. Bemalol menimcha plan qilib 2 xona qilsanglar bo'ladi. Tak, o'tgan safar ham qo'yganimizda bitta 2 xona, bitta 1 xona qo'ydik, 2 xonani sotdim hali sher dedilar. Tak, 10,500,000 dan sotiluvdi. Egasi nomerini qoldirmoqmiz, bu yerga pul zarur bo'lganligiga 9,900,000 dan kvadrat metr bo'lyapti. Общий полноценный narxi $35,500 bo'lyapti. Yo'lni yuzda joylashgan, shundoq masjidning yonida. Egalarining nomerini qoldiramiz. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan o'yinchi bolalar, hammaga rahmat. Akmal qara, Sergelidagi domlani ham 2 xona 43 kvadrat metrda, bu 1 xona 43 kvadrat metr. Bemalol bo'lsa bo'ladi. Oshxonaga bu o'ylashim bo'yicha katta-da, oshxona постоянно dejurniy emas. Mana ozgina bu yo'roq sursa, imom bilan kichkina davol ursa, bemalol 2 xona qilsa bo'lar ekan.